Assalomu alaykum hammaga. Ro'za ayyomlaring bilan. Bugun biz mana saharlikka tayyorgarlikni boshladik. Soatlarimiz 11:30. Tak saharlikka sushi qilamiz rolo. Qizil baliqlar olib keldim, sushiga kerak bo'ladigan masalliqlarimiz mana. Sushi bo'ladi, keyin tovuq biodrasidan kipsi qilamiz. Mana original suxariklarni ham olib keldim. Eng keraklisi sushiga soya sos tiqamiz xudo xolasa. Hozir polniy tayyorgarligini qilamiz sushini saharlikka. Iftorlikka qo'yoq go'shtidan somsa, mol go'shtidan qo'y go'shtini aralashtirib chiroyli qilib osh qilamiz. Hozir KFCni go'shtini manirovka qilamiz xudo xolasa. Buni tovuq biodrasi edi, sonqisi. Shuni mana suyaklari chiqdi. Mana suyagini xudo xolasa hozir suv solib qaynatamiz. Bundan chiqqan bulyonga anaqangi mana lag'monlarimiz bor. Lag'monni solib pishiramiz xudo xolasa. Hozir KFCga mana nimalarni tayyorlayapmiz xudo xolasa. Ziravorlar. Bir qoshiq zira, bir qoshiq koreyskiy tuz, paprika solamiz, qizil bolgarskiy. Shu toza original murchdan maydalangan kashnich, keyin mana sabzavotli periprava bor, shuni solamiz. Tak. Tuz. Tak, mana sushimizda hozir o'pshi guruchimizdan 6 ta chiqdi. Balig'imizni ham 6 ga bo'lib oldik. Bularni qo'shamiz, bodring. Keyin mana sливочный масло ham qo'shiladi. Sir. Sosimiz. Hozir boshlaymiz buni qilishni. Nima bilan shu? Shusini zo'r ketyapti bu. Sos bilan. Bunu sos bilan mi? Bismillah. Buni mazasini faqat yeb ko'rganda biladi odam. Uni souslari yorib olganda. Xudo xolasa qo'llarimizni suvlab guruchimizni yoyamiz. Hozir bittasini tayyorlab yuvib oldim. Rashim zo'r chiqdi lekin. Ikkinchisi. Biz uddaladik endi. Mana sirini solib chiqamiz bunday qilib. Sirimizni yoyib olganda bodringlarimizni qo'yib chiqamiz. Jarayoga.
Tak. Savzni qo'yamiz. Savzini ham zo'r ta'mi kelar ekan. Tak, endi baliqlarimizni terib chiqamiz. Uzun qilib. Yetmish 75 grammdan baliq to'g'ri keldi. Mana bitta sushiga ser baliqli bo'lyapti. Ana endi shuni aylantirib o'raymiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Tak. Ana. Tak. Endi buni teng o'rtasidan bo'lib olamiz. Bismillah. Pichog'imiz o'tmas. Sedalarni solib chiqamiz. Mana endi buni tarelkaga teramiz, xudo xolasa. Ana olchi endi mana bizning dasturxonimizga